Hurmatli do'stlar, bugun sizlarga 3 qavat bo'lgan, yakka o'zi solingan, 10-20 tushgan 200 kvadrat metr bo'lgan korobka holatda xonadonimizni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Gullan yo'lina yaqin, avtomobil avtosalonga yaqin yerda joylashgan xonadonimiz. Dokument taq, gaz, suv cho'chklari hammasi qo'yilgan. Hali mashinkadan mesalar bor, podvali, garaji mavjud lekin hozir yuqorgi 2-3 qavatlari yashash uchun mo'ljallangan. Ajoyib bir mesada. Ko'chalar ham keng. Kanalizatsiya chiqqanining birinchi podval qismidan boshlaymiz. Birinchi qavatli podval garajdan iborat edi. Kolonlari gilla bilan chiqqan. Xonadonimiz xom pishgan kavushdan solingan. Bizda suvoqdan chiqqan plita bilan bosilgan. Birinchi, ikkinchi qavatlar plita bilan bosilgan. Eng yuqorisi og'ochlar bilan, katta og'ochlar bilan bosilgan. Bir garaj qismi ham keng tushgan. Eni azla 4 metr bor, uzinasi azla bir premiumni bir azla 14 metrlarga chiqib borar. Azla 13-14 metrlar chiqar. Arkani 2 mashinani sig'adi azda. Undan tashqari mesa qoladi. Girganning o'ng tarafda suv cho'chlari qo'yilgan, nasos qo'yilgan. Birimiz yana dalani tegib oladi. Endi 5 metr tushgan, oyoqlari teshgan. Sifatlar qurilish qilganlar. Qurilishni umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Lestnitsamiz aytib o'tibsizlar. Quyma bo'ladi. Bu yoqda meni mesalari bor. Maydachida qo'ymoqqa. Keng tushgan. Bundan doğru xonadonimizni ichki qismiga kirib ketasizlar. Chiqasizlar. Endi qishni kuni mashina qo'yib, to'g'ri xonadonga kirsangizlar bo'ladi sizlar. Xonadonimiz endi sizlar orqa taraf, ya'ni bog' qismini ko'rsatib o'tsak sizlarga, ya'ni bog'i yashil hududi bor. Hurmatli vatandoshlar, yozgi hojatxonasi ham bor. Bemalol chiqib, topchan qo'yib, dam olib o'tiradigan mesalari bor sizlar. O'sha topchan qo'yib, dam olib o'tirsangizlar bo'ladi. Podushka pindamitlar ham baland tartib qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda suv cho'chlari, nasoslar qo'yilgan. Endi yomg'ir yog'ganda sizlar suv yetadigan mesalar ham bor, yashil hududdan yetadi ekan. Yana xonadonimizning afzallik tarafi sizlar dokumenti 100% yakka o'zi solingan, yana 10 metr enini tushgan. 10-20-200 kvadrat metrlik xonadonimizlar. Girgandan beri dalon bo'ladi, endi 5 metr, uzinasidan 7,5-8 metr chiqadi. Bir de televizor zonası. Bu tarafda sizlar elektrik avtomatlari qo'yilgan. Her xona uchun oddiy tortilgan. Ne yazlar? Общий bir de ikisi, Ariston uchun, teplый pol uchun, 4 tane konditsioner uchun, birisi podvalniki, qollari bir 5si rozetkaga ketgan, birisi xonadonga ketgan ekanizlar. Elektromontajlarni sifatlatib o'tganlar, signal yaxshisidan berimizga 4ta bir 7,5 chiqib boradigan zal qismi bo'ladi. Bunning zallar, dalonlar kamdan-kam bo'ladi. Bizda 5 metr enni tushgan. Bizda dalonimiz 4 metr esa zal qismi eni. Bir 4 spalni. Bemalol spalni garnituralarni siqadi. Ham plita bilan bosilgan, elektromontaj ishlari qilingan. Bundan podval tushib ketasizlar. Birdan yuqorisi. Yan tarafimizda sanuzeli, oshxonasi, aynan ko'rib turgansizlar. Bu yerda poni elektromontaj qilingan. Ajoyib bir xonadon ekan, hurmatli vatandoshlar. Qurilishlar hech narsadan gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bu yerda esa sanuzel qismi bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Bu ham kengina tushgan, pishgan kavushdan hozir urilgan ekan. Ham plita bilan bosilgan. Yerimiz 5 metr buninglar va yana bir 3,5lar, 3 masal kishan gaz to'shiga turibdi. Bundan esa hozir bog'a chiqsan bo'ladi. Endi lestnitsasi quyma. Bedening yozgi hojatxonasi. Hurmatli vatandoshlar, endi yuqoriga qavatdan ko'rib chiqamiz birgalikda. Eng yuqori 3-qavatdan. Bunday sanuzel. Hurmatli vatandoshlar, eng yuqori qavatniki, bu yerda spalni. 3,5 bor bu toshlarni. Uzunasi 5 metr. Yerimiz esa hol dalamiz bo'ladi. Endi 5 metr, uzunasi 7,5-8 metrga chiqib boradi. Bu yerda zalimiz ham shu 7,5 chiqadi sizlar. Endi 4 metrlik og'ochlar bilan bosilgan, mustahkam og'ochlar. Qurilishdan gap bo'lishi mumkin emas, sifatlatib chiroyli qilib chiqarganlar. Birimiz 4 razmerda tushgan. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimizlar internet bilan bo'lsa, ko'rgan ishingizda
Güllen yolu Avtomir avtosalonuna yakın yerde shuning 3 qavatli yakka o'zi solingan. Devorlari alohida joylashgan xonadonimizni ko'rib birgalikda tanishib o'tdik. Narxi $90,000. Yalsadan yeri bor, dokumenti taqishchi ishlar hammasi qo'yilgan, elektromontaj ishlari ham qilingan. Ko'rib turganingizdek, birinchi qavat, ikkinchi qavatlar plita bilan eng yuqori og'och bilan bosilgan xonadonni ko'rib tanishib o'tdik. Qiziq qala telefon qilasizlar. Keyingi videoda görüşguncha haydab qolamiz.